18. bab. O zamanlarda İsraillarning podshohi yo'q edi. İsraillardan bo'lgan Dan qabilasi makonlashadigan zemin izlab yuradi. Chunki İsraillarning qabilalariga zemin taqsim qilib berilganda Dan qabilasi o'ziga bo'lingan zeminga texi ega bo'lmagan edi. Shunga Dan qabilasi o'z qabilasiga vakil qilib Zora va Ashtaoldan 5 palvonni tanladi. Hamda berib zeminlarni charlab kelinglar deb ularni avatdi. Ular Efraim tog'liq rayoniga kelib Mikaning uyiga tushdi. Ular Mikaning uyida yosh Lavining shevisidan uni tonib kelib, uningdan "Seni bu yerga kim elib keldi? Bu yerda nima qilasan? Nima ish bilan mashg'ul bo'lasan?" deb so'radi. Bu yosh Lavi ularga Mikaning o'zi bilan kelishim tuzib, uning xos ruhoniysi bo'lganligini aytib berdi. Ular, "Sen Xudodan so'rab baqqin. Bizning saprimiz o'ngishliq bo'lamdikin?" dedi. Yosh Lavi ularga javob berib, "Xotirjam menga beringlar. Bütün sapringlarni Parvardigor ko'zitib turdi", dedi. Shuning bilan bu 5 palvon yo'lga chiqib, Layishga yetib keldi. Ular bu yerdagi kishilarning Sidonliklarga o'xshash xotirjam, tinch amon yashayotganligini ko'rdi. Bularga zo'migarlik qiladigan dushman yo'q edi. Ular o'z do'stlari bo'lgan Sidonliklardan yiroq yashab, ulardan boshqalar bilan berish-kelish qilmaydi. 5 palvon o'z qabilasi turadigan Zora va Ashtaolga qaytib kelganda, qarindoshlari ulardan "Nimalarni ko'rdinglar?" deb so'radi. "Yuringlar, biz o zeminga hujum qilayli. O zeminlar nihoyatda esil ekan. Biz uni ko'rib turib, qandoqmi jim tura olamiz? Ikkilanmay berib, u yerlarni qo'lga keltirayli. Sizlar u yerga borsanglar, xotirjam, turmushi paravan yashayotgan xalqni ko'rsizlar. Xudo bizga bepoyon, munbat bo'lgan bu zeminni berdi", dedi ular. Shuning bilan Dan qabilasidan 600 odam qurollanib, Zora va Ashtaoldan yo'lga chiqdi. Ular berib Yahuda zeminidagi Qiryat Yearimda qarorgoh qurdi. Shu sababdan Qiryat Yearimning g'arbidagi shu yerlar hozirgacha Dan qarorgohi deb otilib kelmoqda. Ular yo'l ustida Efraim tog'liq rayonidagi Mikaning uyiga keldi. Layish zeminiga charlashga berib kelgan 5 palvon o'z qarindoshlariga mundaq dedi: "Sizlar bu uyda efod, o'yma va quybi butlar va kichik butlarning borligini bilamsizlar. Shunga qanday qilish kerakligini yaxshi o'ylashinglar." Shuning bilan yilqi 5 palvon yosh Lavi turadigan Mikaning uyining oldiga kelib, uningdan tinchlik so'radi. Bu vaqtda Dan qabilasining qurollangan 600 odami ishik oldida ruhoniy yosh Lavini orga ilib oldi. Dal shu chaqda yilqi 5 charlug'uchi palvon uyga kirib, efod, o'yma va quyma butlar va kichik butlarni ilib mangdi. Yosh ruhoniy ularning Mikaning uyiga kirib, efod, o'yma va quyma butlar va kichik butlarni ilib manganligini ko'rib, ulardan "Bu nima qilganinglar?" deb so'radi. Ular javoban: "Og'zingni yum, uningni chiqama. Biz bilan mang. Bizga ustoz va ruhoniy bo'lg'in. Bir odamning oilasida ruhoniy bo'lguningdan İsraillarning butun bir qabilasiga ruhoniy bo'lguning yaxshi emasmi?" dedi. Ruhoniy ichida xushal bo'lib, efod, o'yma but va kichik butlarni ilib, ularga qo'shildi. Ular mal mülklerini ilib, balıcaqları ve çarmı mallarını aldığı selip öz yoluga ravan oldu. Ular Mika'nın ailesinden uzap ketkende Mika bilen qo'shniları yığılıp Dan qabilasidagilarni qo'g'lab yetishib oldi ve ularga vaqirdi. Dan qabilasidagilar kayniga burilib Mika'dan: "Sen buncha ko'p odamni boshlab kelib, nima ish qilmoqchisan?" deb so'radi. "Sizlar ruhaniyimni ve men yasıgan butlarni ilip mangdinglar.
mening nemam qoldi? Ya'ni meningdan nima qilmoqchisan deb so'rayapsizlar, dedi Mika. Biz bilan talashma. Bo'lmasa, qiziqqan kishilar seni va oilangdagilarning jinini oladi, dedi Dan qabilasidagilar. Shuning bilan Dan qabilasidagilar o'z yo'lini davomlashtirdi. Mika ularning o'zidan kuchli ekanligini ko'rib, amalsiz uyga qaytib ketdi. Dan qabilasidagilar Mika yasıgan butlarni va ruhoniy yosh lavini ilib Layishga keldi. Ular Layishda tinch aman va xotirjam yashayotgan xalqni qilich bilan qirg'in qilib shaharga o't qo'yibdi. Ularni hech kim qutqizmadi, chunki Layish Sidondan yiroq edi. Ular ham hech kim bilan berish kelish qilmaydi. Bu shahar Beyt Rehob shahri atrofidagi jilg'iga joylashgan edi. Dan qabilasidagilar bu shaharni qaytadan qurib, u yerda yashab qoldi. Ular bu shaharni İsraillarning o'g'li, o'zlarining ajdodi bo'lgan Danning nomi bilan Dan shahri deb atadi. Burun bu shaharning ismi Layish edi. Dan xalqi heliqi o'ymu butni tiklidi. Ular bu zemindikilar sürgün qilinguncha Musa payg'ambarning navrisi, ya'ni Gershomning o'g'li Yonatan va uning avlodlarini Dan qabilasiga ruhoniy qilib tayinladi. Xudoning ibodatgohi Shilo shahriga joylashgan bo'lib, Dan qabilasi Mika yasıgan butni tiklagan edi.